Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Xo'p, bu yerda manzili Marg'ilon shahar, Mustaqillik MF shunaqa deyilarkan. Xo'p, bu yerga alyumin seriyadan G306 Alux antrazit svetdan aynalar ham o'ziga mos bo'lgan mokriy svetda grey oynadan qo'yib berdik. Stikla paket oynalari. Xo'p, bu yerga ikkita eshik, kanatli hamda 3 ta rom qo'yib berganmiz. Keyin tashqarida 6 ta fortchka bor. Batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, eshiklarimiz razmeriga kelsak, 1.20 ga balandligi 2.35 bo'lgan, 2.38 bo'lgan. Romlarimiz 1.40 ga 1.70 bo'lgan razmerlari. 3 ko'zli o'rtasidan bitta ochiladi. Xo'p, 35 lik podagonlari bor. Eshiklarimiz taylari arkafon bo'lgan. Ruchkalari komfortli Akfan o'zining ruchka zamovlaridan. Romlarda esa plastmassa mexanizm ruchka okenliklar qo'yib berganmiz. Xo'p, aynalarimiz tashqaridan ko'rinishlari xudo xolasa uzoqdan ko'rinmaydi ichkari. Yaqindan borib qaralganda ko'rinadi. Tashqaridan ichkari ko'rinsa, tashqaridan ichkari ko'rinmasin degan odamlar uchun mana xudo xolasa variantlarimiz bor. Tonirovka hisobida bo'lib turadi. Xo'p, eshiklarimiz ichkariga o'ngga ochilishlari bilan xudo xolasa girovkalar yengil holatda, qulflanishlari ham chiroyli holatda ichkaridan ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichkaridan ko'rinishlari ozgina qorong'iroq ekan. Xo'p, mana xudo xolasa petlilari ham Akfan o'zidan bo'lgan. Shu zamoylari komfortli holatda, yopilishlari yengil holatda, bu tomonlari ham zida chopishgan. Taylar aytib o'tgandek arkafondan bo'ldi. Romlarimiz ko'rinishlari plastmassa mexanizm okenliklaridan Rotostring Akfa holatida 35 lik podagonlari bor. Zazorlarni mana ko'rib turganingizdek, 1,5 sm atrofida. Mana joylarimiz o'zi suvoqlar bitgan ekan, shuning uchun imkon qadar 0 holatiga olib berdik. Tepalari endi boshqatdan tarkis bo'ladi. Ularga ham penalarini taglaridan bo'lsa ham sepib berdik. Mana penalarni podagonlik. Xo'p, kirishkalari bor. Samarezlar qatirgan 4 tomondan. Ochilib yopilishlari yengil holatda. Aytib o'tganimdek, buni qishki yozgi rejimlari bor. O'sha tomonlama plastmassa mexanizm ajralib turadi. Xo'p, fortchkamiz ham bir qator ichkaridan ko'rinishi. Xo'p, razmerlari 95 ga, balandligi 40 sm bo'lgan, shu holatda 38 bo'lgan. Ochilishlari обычный bo'ldi, sababi bunga qaychi mexanizmi sig'madi. Lekin zanjirlarni qo'yib berdik. O'sha bir xilda qilib, xudo xolasa ranglarini moslab, ularni Evrika gulli mokriy svetdan bo'ldi. Tashqaridan fortchalarimiz ko'rinishidan avval, xo'p, narxlarni aytib o'taman. Bu joyimiz общий narx shu yerga olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib, ichkaridagi eshik romlar, aytganimdek 3 ta rom, 1.40 ga 1.70 hamda 1.20 ga 2.38 eshigimiz bo'lgan, qaytarib o'tdim. Narxlari 13.800 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Fortchalarning tashqaridan ko'rinishi xuddi shunaqa 95 ga 38 lik fortchamizdan 3 ta bor. Bu tomonda esa hammon fortchalarimiz 68 ga, balandligi bu ham 38 bo'lgan. Tashqi tomon hammasi Evrika gulli, mokriy gullidan bo'lgan. O'ziga mos bo'lgan. Ular ham stikla paket holatda bo'lgan. Ikkita bu tomonda, bitta bu tomonda. Razmerlari bir xil. Aytib o'tganimdek, o'sha holatda. Xudo xolasa shu holatda ishlarimiz yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni chiroyli qilib, olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.